Xo'jayevning bir shogirdlari bor. Internet sahifalarimizda mana qo'shiqlarini eshityapsizlar. Juda ham xudo xolasa san'at yo'liga endigina kirib kelyaptilar. Mana tog'alari Shokirjon juda ham chiroyli bir tarbiyalab kelyaptilar. Jo'rabek Boynazarovni davriga taklif qilamiz. Chiroyli bir qarsak chalib qo'ysak ham yaxshi bo'ladi. O'zi yosh, xudo xolasa sizlar yaxshi ko'rgan san'atkor bo'ladi deb aytamiz. Bitta qarsak chalib qo'yinglar, bu qarsakni eshitsa shu izlanganlari ham yaxshi bo'ladi-da. Yaxshi ijod qilyapti. Bitta qo'shiq, ana undan keyin men yana tabriklarni davom ettiramiz. Jo'rabek Boynazarov, marhamat. 2 yoshga baxtliman, bu qo'shig'im onajonlarimiz uchun. Yoritgan oyim, yuzlari nurligim, mehrga boyim, ko'zlari yo'limda, duoda doim. Men uchun onamni asra Xudoyim. Farzandim deb yashar, yuragi xasta, mashaqqatlar ichra qalbi shikasta. Hali tutolmadim bir guldasta. Men uchun onamni asra Xudoyim. Asra Xudoyim, men uchun onamni asra Xudoyim. Asra Xudoyim, asra Xudoyim, men uchun onamni asra Xudoyim. Tunlari yo'limni yoritgan oyim,